Eri bilan majburiyatdan farzandlari uchun yashayotgan ayollar, qaynona qaynataning, qaynopa qaynsingillarning zulmidan to'yib ketdim deyotgan opa singillar, farzandlarning tarbiyasi og'irligidan, gapga quloq solmayotganligidan yoki farzandlarning sho'xligidan charchab ketdim deyotgan hurmatli ayollar. Joningizdan to'yib ketgan bo'lsangiz ham, hayot ko'zingizga qorong'u ko'rinayotgan bo'lsa ham, yashash uchun ozgina umidingiz bo'lsa, hozirgi gaplarimga quloq soling. Siz uchun bitta go'zal tavsiyani aytaman. Agar mana shu ishni har kuni 5 daqiqa qilsangiz, hayotingiz go'zal tomonga o'zgaradi. Faqat har kuni 5 daqiqadan qilasiz va siz dunyodagi eng baxtli ayolga aylanasiz inshaalloh. Eng avvalo eringizning muhabbatini qozonasiz va eringiz sizga muhabbatli bo'lib qoladi. Farzandlaringiz sizga itoatli, go'zal, axloqli bo'ladi. Qaynona qaynotangiz va qaynopa qaynsing'illaringizning sizga nisbatan hurmatini oshganiga guvoh bo'lasiz va eng asosiysi, yaratgan egamning eng sevimli erkatoy mu'mina muslima bandalaridan biriga aylanasiz. Buning uchun faqatgina har kuni 5 daqiqa ajratsangiz kifoya. Diqqat qiling, nima qilishingizni hozir sizga aytaman. Mana shu kitobni Hasson Shamsiy Podshoning Jannat bo'stonidagi oilaviy oqshomlar kitobini olasiz va shu kitobni har kuni 5 daqiqa o'qiysiz. Ichida 177 ta mavzu bor. 177 kuni 5 daqiqadan o'qiysiz va inshaalloh hayotingiz go'zal tomonga o'zgaradi va dunyodagi eng baxtli ayolga aylanasiz. Ishonmasangiz ham mayli, olib o'qisangiz bo'ldi. 5 yo 6 mavzudanoq hayotingizni, qalbingizni, ruhiyatingizni o'zgarayotganiga o'zingiz guvoh bo'lib, mashalloh deysiz.